Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Ismim Farzona Arfilm kompaniyasida direktor bo'lib ishlayman. Bilasizlar, har doim sizlarga erishgan yutuqlarim bo'lishib boraman va kompaniya tomonidan podarkalarimni ko'rsatib boraman. O'tgan katalogimizning itogi bilan kompaniya tomonidan yana podarkalarni qo'lga kiritdim. Bu podarkalarni sizlarga o'zi ko'rsatmoqchiman. Qanaqa podarkalar? Kompaniyamiz beradi bizga podarkalar 21 kun ichida, ili bo'lmasam ko'pi bilan ikki katalog itogi bilan har xil условия bilan podarkalarni qo'yadi. Biz faqatgina harakat qilib, mehnat qilib, shu условияni bajaramiz. Atiga bir rubelga kompaniya tomonidan shunaqangi qimmat podarkalarni qo'lga kiritamiz. Masalan, mana ko'rib turgan mahsulotinglar blender shunaqa qimmat narxda, lekin biz 1 rubelga oldik. Mana e'tiborli bo'linglar, familiyatim Farzona Boltaboyeva bo'lib keladi. Bu menga podarka bo'lganligi uchun ko'rsatib o'tmoqchiman. Qolgan podarkalarim multivarka 5 xil funksiyaga ega, juda ham zo'r. Mana ko'rib turinglar, qanaqa funksiyalar bo'lgan, 5 xil nasatkasi bor, juda ham zo'r. Bundan o'tgan yil avval 3 xil nasatkaligini oldim. Maza qilib ishladim. Ayollarga juda ham zo'r yordamchi. Keyingi podarkam hamma ayollarning eng yaxshi ko'rgan mahsulotlardan bittasi bu misarovka elektrический. Bu juda ham zo'r, bizga yordamchi bo'ladi. Shunaqangi qimmat, kачествоsi zo'r bo'lgan mahsulotimiz atiga 1 rubelga. Hurmatli ayollar, shunaqangi zo'r podarkalarni atiga 1 rubelga olib, ko'proq imkoniyatlar borligini har doim sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu imkoniyatlarni faqat tomosha qilmasdan, komandamga qo'shilib, men bilan birgalikda shunaqa zo'r podarkalarni qo'lga kiritish imkoniyati bor. O'ylamaymiz, vaqtdan yutkazamiz, harakat qilamiz. Sirazi kommentariyamga, lichkamga yozamiz, komandamga qo'shilamiz.